Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Eysa, Qurultayının bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin va Qurultayning parlamentarlar koordinatsiyoni, Qurultay Bryussel ishxonasining direktori Shila qatorliqlarni tarkib topgan Qurultay hay'atining bir haftalik Ispaniya ziyorati 18 apreldan e'tiboran rasmiy boshlandi. Qurultay hay'atining bu qatimqi Ispaniya ziyoratining asosiy maqsadi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Ispaniya parlamentida e'tirof qildirish, Ispaniya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi qurib chiqishini qo'lga keltirish va Uyg'ur masalasida Ispaniya orqali Latin Amerikasidagi davlatlarga ta'sir ko'rsatish, yana shundaqla Xitoy tijoratlarini davom qildirayotgan Zaradek Ispaniya shirkatlarini Uyg'ur majburiy amkiga chetilganlik uchun qonuniy jazoga tortishning yo'llarini izlashdan iborat bo'lib, 18 aprel kuni tushdan burun Dolqun Eysa boshchiligidagi qurultay hay'ati Madridda Ispaniya parlamentini ziyorat qilib, Ispaniyada ta'sir kuchli bo'lgan parlament a'zolaridan Robert Nahar, Vicente Matas qatorliqlar bilan ko'rishib, suhbat olib bordi. Ular söhbətində növbətdə davam qılıbatqan Uyğur irqi qırğınçılığını qandaq qılıb İspaniya hökuməti və parlamentiga e'tirof qildirish masalasini nuqtaliq muzokara qildi. Shu kuni tushdan keyin qurultay hay'ati Ispaniya Kengash palatasini ziyorat qilib, Kengash palata a'zosi senator Gorka Elhaberiata efendim bilan ko'rishib, Uyg'ur masalasi haqida maxsus suhbat olib bordi. Qurultay hay'atining parlament a'zolari va senatorlar bilan olib borgan suhbatida navbatda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday qilib Ispaniya hukumati va parlamentiga e'tirof qildirish, Ispaniya parlamentida qurilgan Tibet do'stlik guruhisini o'rnak qilgan asosda Uyg'ur do'stlik guruhisini qurib chiqish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va Uyg'ur majburiy amkiga xotim berish masalasida Ispaniyaning o'ynaydigan roli qatorliq masalalar haqida atrofli muzokara olib bordi va bu vaqtda qurultay konkret talablarini sundi. Suhbatdagi yana bir tema muhojiratga Uyg'urlar uchrayotgan Xitoy tahdidi va Xitoyning Ispaniyadagi chegara halqagan 9 saqchi punkti bo'ldi. Qurultay hay'ati Ispaniyaning bu masalaga jiddiy qarashini, Uyg'urlarni Ispaniyada va Yevropa ittifoqi territoriyasida qo'g'dash uchun Ispaniya hukumatining jiddiy tadbir olishini talab qildi. Parlament a'zolari va senatorlar bo'lsa Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini Ispaniya parlamentida o'tirib qo'yishni kelar oylik planga kirgizdiganligini aytishdi. Ular yana Uyg'urlar masalasini ispantilliklar rayonida kengaytirishga hassa qatadiganligini bildirishdi. 18 aprel kuni qurultay hay'ati yana Madridda xalqaro advokatlar tashkiloti bilan ko'rishib, Ispaniyaning qonunlariga binoan Xitoyni sudga tortish va Uyg'ur majburiy amki bilan chetishlik bo'lgan Ispaniya shirkatlariga chora ko'rish masalasi haqida muzokara olib bordi. Ispaniya sudlarining xuddi Argentina sudiga o'xshash insoniyat qarshi jinoyat ishlagan shaxslarni mayli qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar qonuniy javobgarlikka tortish va jazo berish huquqi bor bo'lib, Dunyo Uyg'ur Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida bevosita javobgarlik bo'lgan Xitoy rahbarlari ustidan Ispaniya sudlariga ariz sunishni plan qilmoqda. Dolqun Eysa apandining bildirishicha, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Latin Amerikasi va Afrika ellarida e'tirof qildirishning yo'llarini echish, qurultayning navbatdagi muhim faoliyat programmalarining biri bo'lib, Latin Amerikasidagi ispan tilli xalqlarga Uyg'urlar masalasini loyiqida anglatish nuqtasini ilib aytilganda, oldi bilan Ispaniyada unumli bir natijalarni qo'lga keltirish to'liq zarur ekan. Buning uchunmi ularning Ispaniyadagi ziyorati muhim ahamiyatga ega hisoblanadi ekan. Ular oldimizdagi kunlarda yana Ispaniyaning yuqori darajali rahbarlari bilan uchrashishlar olib boradi ekan. Sanoatlashgan 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlarining Yaponiyada o'tkazilgan yig'ini 18 aprel kuni qo'shma axborot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligidan davomli andish qilayotganligini bildirgan. Bu dunyodagi eng taraqqiy qilgan 7 demokratik davlat rahbarlarining o'tgan yil o'tkazilgan boshliqlar yig'inidan beri bu guruhning Uyg'urlar masalasini yana bir qatim qayta tilga ilishidir. Sanoatlashgan 7 davlat boshliqlarining o'tgan yil 6-oylik yig'inida e'lon qilgan o'rtaq axborotida Xinjiangdagi majburiy emgak masalasi bizning cho'ng andishimizdir deyilgan edi. 7 davlat tashqi ishlar ministrlarining Yaponiya kuch kunlik yig'ini 18 aprel oxirlashgan. Yig'inning qo'shma axborotida Ukraina urushi, Hind Tinch okean rayonining xavfsizligi, Xitoy masalasi, Shimoliy Koreya, Afg'oniston, Eron, O'rta Osiyo jumhuriyatlarining egilik huquqi va iqtisodiy bexatarlikni o'z ichiga olgan 24 nuqtalik masala tilga ilingan. Qo'shma axborotda mundaq deyilgan: Biz Xitoy hukumatiga Xinjiang va Tibetni o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsanchiligi va xo'rlash qilmishlariga doir dokladlardan davomli andish qildiganligimizni bildiramiz. Biz Hong Kongning avtonomiya huquqi va erkinligining davomli buzg'unchilik uchrashiga bo'lgan andishimizni yana bir qatim ta'kidlaymiz. Shundaqla Xitoyni Xitoy Angliya qo'shma axboroti va Hong Kongning yerli qonuni o'z ichiga olgan xalqaro va'da ham qonuniy majburiyatlar bo'yicha harakat qilishga chaqiramiz. Qo'shma axborot yana Xitoyni BDT nizomnomasining maqsadi va prinsipiga amal qilib, tahdid, zo'rlash,
qo'rqitish yoki qurol ishlatishdan yiroq turishga undaydiganligi, sharqidingiz va janubidingizning vaziyatidan jiddiy andish qildiganligi ta'kidlangan. Dokladda biz mavjud holatni qurol kuchi yoki majburiy o'zgartish yo'lidagi har qanday urinishga qarshi turamiz. Xitoyning janubidingizda haq talab qilishning hech qanday qonun asosi yo'q. Biz Xitoyning rayondagi harbiylashtirish harakatlariga qarshi turamiz deyilgan. 18 aprel kuni Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunining yo'li qo'yilishi va uning yer shari ta'minlash zanjiri ko'rsatilgan ta'siri degan temada guvohlik anglash yig'ini o'tkazdi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi Chris Simis guvohlik anglash boshlanishidan burun so'z qilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qarshi jang e'lon qilganligi, ularga terrorchi qalpoq kiydirib majburiy emgak selayotganligi, Uyg'ur ayollarni tug'mas qilayotganligi, shundaqla majburiy ishga a'zolarini o'g'irlayotganligini eskartib o'tdi. Mazkur guvohlik anglash yig'inida Odam atkazchilik qonun markazining kishilik huquq va sud siyosati direktori Anasuya Siam, Atlantik kengashi geotexnik markazining xodimi Kit Conklin, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabir qatorliqlar naq maydondan Angliyadagi Sheffield Hallam Universiteti Helena Kennedy Xalqaro adolat markazining kishilik huquq va zamonaviy qulluq tadqiqotchisi professor Laura Morphy tor orqali guvohlik berdi. Anasuya Siam o'zining guvohligida Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunining Uyg'ur majburiy emki bilan yasalgan tovarlarning Amerika bozoriga kirishiga taqobil turishdagi kuchli qurol ekanligini ta'kidladi. U yana agar majburiy emgak orqali yasalgan tovarlarning dunyo bozorida erkin aylanishiga yo'l qo'yilsa, bu savdo axloqiga muxolif bo'lib qolmasdan, balki yana yerlik korxonalarga zo'r ziyon soldiganligini o'ttirib qo'ydi. Guvohlik anglash yig'ini jarayonida Laura Morphy Xitoyning Sharq Turkiston va Xitoyning boshqa joylaridagi necha yuzlgan shirkatlarning majburiy emgak orqali ishlab chiqargan mahsulotlarni har xil yo'llar orqali xalqaro bozorlarga kirgizganlik haqidagi dokladni o'rtoqlashdi. Kit Conklin har yili Amerikaga necha milliard dollarlik xom ashyo, az uchraydigan mineral moddalar va boshqa mahsulotlarning Sharq Turkistondan eksport qilinganligini ta'kidladi. Oxirida Elfidar Iltabir so'z qilib, o'zining va o'z bevosita aloqa qilgan Uyg'urlarning, shundaqla ularning yurtidagi oila tavobatlarining navbatda duch kelayotgan qiyinchiliklarini anglatdi. U yana Amerika hukumatidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida qo'li bo'lgan yoki uni qo'llagan Xitoy amaldorlari va shirkatlarga jazo yurgizish orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatini surishti qilishni talab qildi. Guvohlik anglash yig'inida qatnashgan Amerika Xitoy ishlar komitetining raislaridan biri Kengash palata a'zosi Jeff Merkeli mundaq dedi: "Biz bu qonunni unumli ijro qilishning dastlabki qadamlarini besyapmiz. Chegarada nurg'un mollar tutib qilindi. Lekin yanala nurg'un mollar Amerika bozoriga kirmoqda. Bularning qanday usullar bilan chegaradan kirayotganligi kishini o'ylantiradi. Amerika qabul qilmagan mollar boshqa davlatlarga kiryotidi. Agar boshqa davlatlar bilan hamkorlashmasak, Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunini unumli ijro qilish tez. Shunga biz ittifoqdosh davlatlar bilan mush qonunni birlikda ijro qilishning yo'llarini izlanyapmiz. Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuniga qo'shimcha sifatida qo'shiladigan moddalar, masalan, biz chegaradan qaytarib etsak, uni boshqa davlatlarga setishning oldini oladigan moddalar qo'shilishi kerak. Şoň men bu meseleге nisbeten texim köp tirişçanlyk we köplegen hizmetleriniň işlenişini ümit qilaman. Mezkur ýygyňa Amerika Avam Palatasynyň äzasy Jim McGovern we Jennifer Wickstone qatarlyklар qatnaşdy. Ular aýrym-aýrym söz qilip, Uýgur mejburiy emkining aldyny aliş kanunynyň iki partiýanyň güçli gollaşyny namayan qılganlygyny, bu kanunynyň tolyk ijra qilinishiga her tarapdan güç çykardyganlygyny bildirişdi. Amerika Federatsiya Tekşiriş İdaresi 17 aprel New York şäherinde Xitayning chet eldagi saqçı punkti başqurgan Amerika täwelligidagi iki Xitoy fuqarosyny golga algan. Ma'lum bolishicha, Amerika teptiş amaldorlary bu iki Xitoyni New Yorkning Manhattan rayonidagi Xitoy şäherchisi rayonida maxfiy saqçı punkti qurup meşgulat elip beriş jinoyati bilan aýyplegan. Amerika qo'g'dug'chilarini muhofazat qilish nomli kishilik huquq tashkilotining o'tgan yili tekshirish doklati e'lon qilib, Xitoyning chet eldagi nurg'un davlatlarda maxfiy saqçı punkti qurup, shu ellarda turishli Xitoy fuqarolarini, Uyg'ur va Tibetlarni nazorat qildiganligini oshkorlashidan keyin bu xil saqçı punktlarga qarta qonuniy tadbir qo'llangan tunji davlat bo'ldi. Xitoy hukumati ilgari chet el saqçı punktlarining mavjudligini rad qilib, bu o'rinlarning Xitoy muhojirlari xizmat qiladigan saqçı mulozimat markazlari ekanligini ilgari surgan edi. Amerika Adliya ministrligi 17 aprel e'lon qilgan uqtirishida New Yorkning Bronx rayonida o'ltirishliq Liu Jianwang bilan Manhattan rayonida o'ltirishliq Jin Jinping ismli ikki Xitoyning birlashib, Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligiga vakolatan Amerikada tunji saqçı punkt qurganligini bildirgan. Adliya ministrligining aytishicha,
Bu ikkilan Federatsiya tekshirish idorasining tekshirish ilib berayotganligini tuyib, o'tgan yil kuzda bu soqchi punktini taqib etgan. Nyu-Yorkdagi Brooklyn rayonining bosh taftishi Bruce Pace bu ayiblash Xitoy hukumatining Nyu-York shahar markazida soqchi punkt qurish orqali davlatimizning egilik huquqiga ochiq-oshkor tajovuz qilganligini ko'rsatadi degan. Qo'g'dug'ichilarni muhofazat qilish tashkilotining faraz qilishicha, Xitoyning chet ellardagi bu xil soqchi punktlarining soni oz degan 100 ga yetib, dunyodagi 53 davlatga tarqalgan ekan. Ilgari Xitoyning Arab Birlashma Xalifligida soqchi punkt qurib, Uyg'urlarni qamag'anligiga doir xabarlar tarqalgan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.